Assalomu alaykum. Xonanda Umidaxon ajrashdi. Umrim davomida eng qo'rqqan narsam bu ajrashish va bolalarning tirik yetim bo'lishi. Ushbu narsaga sen sababchi bo'lishing bu yanada qo'rqinchli. Sizlardan iltimos, video uchun like va podpiska bosishni unutmang. Umidaxon shunday deydi: Hayotimiz bir maromda fayzli o'tardi. Uzoq kutilgan 2 nafar farzandim, ya'ni o'g'il va qiz farzandim bor. Qizimni dunyoga keltirish vaqtida har xil gormonlar bilan o'zgarishlar sodir bo'ldi va o'zim kutmagan holda o'ta darajada semirib ketdim. Qizalog'imni dunyoga keltirdim va o'zimga vaqt topishga harakat qildim. Erkak kishi-ku ko'chani odami, kamaga san'at qozonida qaynaydi. Hozirgi qizlarga ham kuchli e'tirozim bor. Bu oilali, farzandlari bor deb o'tirishmaydi. Ozgina erkak kishi uyidan uzilganini sezishsa darrov ilmoq tashlashadi. Tavba deyman, oldin erkaklar bu ishlarni qilgan bo'lsa, hozir ayol va qizlarimiz oson keladigan boylik ortidan quvishib, hech narsadan taf tortishmayapti. Mening turmush o'rtog'im ko'p yillardan beri Nilufar Usmonovaga administratorlik qiladi. Yonimda bo'lishini xohlayman. Men ham san'atkorman. Menga o'zingiz oldimda turib yordam bering desam, eri xotin bir yerda boshi qaynamaydi deydi. Men ham farzandlarim bilan chalg'ibman. Uzoq kutilgan farzand bo'lgani uchun ularni tashlab san'atni boshlashga ko'zim qiymadi. Ko'p hollarda uyda o'tirishimga to'g'ri keldi. Tabiiyki, uyda o'tirib ozgina o'zingizni tashlab qo'yasiz. Shumi yoki boshqa sababmi? Turmush o'rtog'im menga nisbatan anchagina o'zgarishlarni his qildim. San'atkorlarga ham osonmas. Dardimizni kelsa kelmasa hammaga doston qilavermaymiz. Ichimizga yutamiz, axira toshgandan keyin portlaymiz. Ayol kishimiz tezlik qilamiz. Men ham o'z fitratimga borib, oilamdagi muammolarni aytib tashladim, deydi Umidaxon. Davomini keyingi videoda ko'rasiz. Obuna va like bosishni unutmang.